Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bolalarningki, ota-onasininki bir. Sizlar bolalar o'zini ovozini chiqarsa, sizlar bir ismini deb bergan bo'lsizlar, ota-onasini. Mening ismim Emin Yaqub. Men Sharq Turkiston Korli shahri Tekichi Harambog' kentidan. Bu bola bo'lsa meningki navram. O'g'lim Eminninki bolalari. Bultu 2 ayninki 18'i Dubayga balani akilib navramni bir ko'yib akasingiz bir ashka Turkiyasi desam ma'qul deb kelgan. Balninki ish aldirash qilib qaytib ketgandan keyin pasportini tortib olib jazo lageriga kirib sudab olib bola kelib bo'lamidi. Bu bola shunday yaqin mening qishim turibdi. Bu bola ota-onasiz, u bolasiz, hamma bolasiz bolalar bilan aloqalashmoqli bir yilni ishib ketdi. Bu o'g'limning cho'ng qizi Xadija Aziz, bu ikkinchisi Abduveli Aziz. Biz bolalar bilan ish qasi bilan aloqalashamidik. Bolalarim bu bolalar bilan aloqalashamadi. Hech qanday aloqa yo'q. Hozir jazo lageridimi, turmudimi, saqmi, o'ldimi, men hozirgacha bilmayman. Urug'tuqqanlarimizning hammasi shundoq. Qizim, siz onangizdan dadangizning ismini deb bersangiz. Onamning ismisi Ozgul, dadamning ismisi Izizjon. Sevindingiz bularni. Ismini deb bakma. Dadamning ismi Izizjon. Opamning Ozgul. Sevindingiz bularni. Sevdim. Sevindingmi? Yig'ildingmi yo'qmi? Sevinding. Ha? Yig'ilib baxtimi yo'q biraqadan? Davra tatmay. Ya balam. Gap qilamiz, bizning bola tatmijoq. Xudo rahmat aytsin.